Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Sizlar bilan Rekuber va bugun biz hardkorda 100 kun yashaymiz. Bugungi maqsadimiz yo'q. G'alati eshitsa ham bugungi maqsadimiz yo'q. Shunchaki bir chiroyli uycha qurish bo'lish kerak. Bitta qishloq ham topishimiz kerak. Chunki qishloqsiz yashab bo'lmaydi, ya'niki yashash qiyin. Kichkina zombi. Boshlanishi bilan bizni kichkina zombi qiynamoqchi. Qochish kerak endi. Rahmat bermaysizlar, tomog'im bo'g'ilib qolgan. Qani, masjidga turib olaylik, barkingiz. Barkel, uraman. Uramadim, suvga qochish kerak. Hardcore bo'ldimda abdala qiladi hozir. Bo'ldi, narigi betga o'tib olamiz. Bitta qaraymiz. O'ldi. Va, o'libdi. Narigi betga o'tib olamiz. Nay. Aytganimdek bolalar, bugun tomog'im bo'g'ilib qolgan, shuning uchun sal tovushim neto'roq. Bu uchun uzr so'rayman. Albatta video yoqayotgan bo'lsa, like bosib qo'ying, iltimos. Daraxtlarni chopamiz. Sening qurboning bo'lay. Endi sekingina o'zimiz kerakli bo'lgan narsalarni yasashni boshlay olamiz. Birinchi o'rinda versak va cho'plar. Bizga pickaxe kerak, chunki tosh olishimiz kerak. Qo'l bilan tosh olasa bilasizlar, anchadan beri Minecraft o'ynasanglar, bir yaqinda o'ynashni boshlagan bo'lsanglar bilasizlar, toshni qo'l bilan ko'la olmaydi. Shuning uchun bizga pickaxe kerak. Pickaxe yasab oldik va tosh qolamiz. U juda ham katta qo'naga o'tga tushish xavfli hozir 3 ta jon bilan. Mashina qo'lashga qo'rqib turibman o'zi to'g'ridan. Skelet otib qolsa tamom. Ya 1,5 ta jon oladi-ku, baribir. 1,5 ta jon bilan hech narsa qilib bo'lmaydi-da keyin. Mana shu ikkitasini olsak, bir tapor va tosh kirga solamiz. Tapor bilasizlar, ham hayvonlarni o'ldirish xususiyatiga, ham daraxt tezroq chopishga yordam beradi. Birinchi pickaxe va tapor bilan hamma mashdagi hayvonni o'ldirib chiqamiz. To'g'ri vahshiylik qilayotgandirman, lekin qornim itga ochib ketgan va jonim ham tugab boryapti. Uzr. Hammadan uzr so'rayman. Anta ham bor ekan, chuchiq. Tezroq buni o'ldira olmasam bo'lmaydi, chunki qornim ta'talayotibdi. Qorin to'ydirib olish kerak. Hozir yeb olsamgina ko'mir yo'qda pishirardim, bo'lmasa yeb olaman. Farqi yo'q. Ko'mir bo'lganda pishirib yer. Chunki pishirib yesa ancha ko'p qorin to'yg'izadi. Yaxshida shu. Yana bitta jung bo'lsa divan qilib olarkanmiz. Go'shtdan yeymiz, versak sindirib yo'lda davom ettiramiz. Ana bir normal narsa chiqarmikin yo'lda yoki yo'qmi? Qishloq topsam zo'r bo'lardi. Chunki qishloqda narsalar ko'p bo'ladi. Bir temirchining uyi bo'lsa, undan ham zo'r. Har bitta qishloqda kamida bitta temirchining uyi bo'ladi agar omadli qishloq bo'lmasa undan ham ko'p bo'lishi mumkin temirchining uyi. Menga yoqadigan daraxt turi. Pushti daraxt, juda ham zo'r. Endi menga pushti rang yoqadi demayman, pushti daraxt juda ham zo'r. Menga yoqadi pushti daraxt. Qarayli chiroyliligini mana shu pushti daraxtdan ko'chatdan olib ekish kerak. Tezroq chopib olish kerak. Chunki bugungi maqsadimiz chiroyli bir uycha qurish. Uycha qurish uchun bir yaxshiroq joy topish kerak. Chiroyli bir. Albatta buni video oxirida hal qilamiz. Hozircha men bilan chopib turaylik. Mamta ham qolib ketmasin. Hammasini oldik, yetadi. Hammasini olmagan bo'lsa ham yetadi. Mana buni ham chopib olamiz. Maraschani Men qishloq topish juda ham qiyin bo'lib ketdimi shunchalik. Minecraft qishloq qo'shilganmi hardkorda? Albatta qo'shilgan, lekin majoziy ma'noda aytyapman. Qishloq topilmayotganiga. Qo'yni o'ldiramiz. Bu qo'yni o'ldirmaymiz chunki bolasi bor ekan.
qanchalik bir jentelmen insonman. Qaranglar, bolasi borini o'ldirmayapman. Yo o'ldirsam, qayerda o'ldiramiz? Shunchalik ham toshbag'ir bo'lamizmi? Bu yerda qor yog'gan, ko'mir bo'lardi g'orda. Bu yo'lini ham qarab ko'ramiz. Qishloq kerakda bizga, eng muhimi qishloq. Bu yoqda qisharsa yo'q. Juda ham zaif ketdim. Bu 6-kun, lekin biz hali ham qishloq topolmadik. Nimaga 6-kunda o'tganim sizlar hali bilmaysizlar. Bu videoda ko'p joylarni kesib tashlaganman, shuning uchun. Videolarda kechasi bilan tosh kovlab chiqqanman. Amal, qani 6-kunda ham qishloqda qishloqmas ekan. Daraxt bosh ekan-ku. Qishloqda xursand bo'lib ketibman. Ayni. Bolalar, sizlarga stream qilishim qiziqmi? Agar stream qilardim-da, shu videoda so'rayapman. Stream qilish imkoniyatim bor, agar stream qilardim, sizlar xohlasanglar stream. Lekin hozir aktivman, pastga stream qilay. Bu qanaqa jonzotida endi? Voy, zo'r ekan-ku. Mashina o'rgatib olish kerak, o'rgatib olish mumkin bo'lsa. Chiroyli jonzot ekanligi. Nomi esimdan chiqib qoldi, bilardim nomini. Qachondir qishloq topamanmikin? Qachondir bir qishloq toparmanmikin? Qo'ydi bo'lamanmikin? Teparoq joylarga chiqaylik. Mashinasi biomlarni yaxshi ko'raman, jungli biom, chunki bu yerda ko'p qishloqda turgan joyimdan qishloq chiqib tursa-da, mazza-da bu. Qani bu mayoq bo'lsa kerak. Bu narsalarni joylashtiramiz. Qani bu mayoq barellarni olamiz, chunki bu interyerga kerak bo'ladi. Uyi chiroyli qilib turadi. Sandiqqa o'xshagan narsa, buni bilmaganlar uchun sandiqdan kichikroq lekin. Bu mayoq bo'lsa kerak, bu sandiq bo'lmaydi. Bu qishloq juda ham katta ekanligi. Mayoqda bilgandek hech narsa bo'lmaydi. Pastroqqa tushirganimiz yaxshi, chunki uylardan loot qilamiz. Bu yerda somondan ham muammo yo'q ekan. Bir sandiqni qarang, non. Minecraft qotib qoldi. Bo'ldi, endi joyga tushdi. Non olamiz. Bir normalniy ovqat yemayin. Mazza. Tezda o'ldirishini qarang. Va endi sekin somonlarni siparamiz. O'g'irlaymiz. Sal g'alatiroq eshitildi. Qarzga olib turamiz butun umrga. Qishloqlar bu bilan kambag'al bo'lib qolmaydi. Ularda bismillah yurishadi, lekin ulardan boy odam yo'q Minecraftda. Hamma somonlarni sipirib olish kerak, chunki bizga ovqat hali juda ham ko'p kerak bo'ladi. Ayniqsa hardcore'da. Hardcore'da ovqat topolmay o'lib ketgan vaziyatlarim ham bo'lgan. Shuning uchun ovqatni g'amlab olamiz. Tushamiz, ozgina jon ketdi, mayli. Keyin tushib boshlayapti. Qaysi uyda uxlab olish kerak. Tushaylik. Normalniy loot bormi? Yo'q, sandiq yo'q ekan. Maqsamga bu loot bor ekan. Va teridan oyoq kiyimlar mana shu. Shim oyoq kiyim qani? Kiyamiz mayli. Baribir kiyim kitob. Yosh bolaga o'xshab qolibdi personajim. Mayli. Uxlorish kerak. Hozir nima qilish kerak? Bitta randomni yukirib uxlaveramiz. Chunki kechasi ko'p moblar spawn bo'ladi. Bu yerda ham non bor ekan. Juda ham zo'r. 9 ta nonimiz bor. Men yotaman. Zo'rlik qilgan bo'lsa, men baribir uxlashim kerak edi. Va turdik, ertalab bo'ldi. Bu 10-kun. 10 kundan beri yurib bitta qishloq topdim. Menga urug'lar kerak. Bu somonlar kerak emas. Hozir
Somonni qaytarib beraman, lekin menga urug' juda ham kerak, brat. Men somonni mana bu urug'ni ham oling, davay. Ko'rishamiz. Qolgan qishloqdagi uylarni ham loot qilib chiqamiz. Bu yerda normal narsa yo'q. Bu yerda ham yo'q. Karavot olamiz. Karavot juda ham chiroyli karavot ekan. Menga yoqdi rangi. Junglidagi karavotlar shunaqa bo'ladi. Kiramiz. Hech narsa yo'q. Bir normalniy uycha yo'qmi? Temirchini uyi. Albatta temir bo'ladi. Balkim omadimiz kelsa olmos chiqar. 3 ta chiqsa pickaxe qilib olardim. Qana kiraylikchi, nimalar bor? Hali yo'q. Chest plate, qilich, pickaxe, temir. Juda ham zo'r loot ekan. Bir dona ekan qishloq ichida. Shunisi yomon bo'libdi-da, brat. Nimaga bittasizlar? Men sizga pickaxe. Men sizga pickaxe, men sizga mayli boltani ham beraman men. Haddush rahmat, brat. Sog' bo'ling. Nay. Nimadir bilan to'lab ketish kerak edi batalni bari, to'g'rimi? Hozir biz nima yasashimiz kerak? Birinchi o'rinni somonlarni olaylik. Keyin nimadir yasaymiz. Bu qishloqda juda ham ko'p somon bor ekan. Ba'zi bir qishloqda bitta somon bo'ladi. Bitta mana shunaqa uyim somon bo'ladi. Shuni ham zo'rg'a olib beradi. Juda ham ko'p somon ekan, maza qilib chopmanman. Butun umrga qarzga oldim qishloqda. Juda ham zerikib ketdim. Keyingi videoda Ender Dragon'ni o'ldiramiz. Bu birinchi qismi. Keyingi videoda Ender Dragon'ni o'ldiramiz. Mining qilib ko'p olmoslar olamizda Ender Dragon'ni olib boramiz. Hali hayotim davomida Ender Dragon'ni o'ldirmaganman. Qani ko'proq nonli yasab olishimiz kerak hozir. Ko'proq non va birinchi o'rinda shield, ya'ni qalqon. Keyin juda ham ko'p non yasashimiz kerak. Nimaga buncha ko'p non yasayapsiz? Non yasayapsan desanglar, non hali bizga juda ham ko'p kerak bo'ladi. Chunki hayvonlarni o'ldirib, go'shtini olib yurgim kelmayapti, shuning uchun tezroq non qilib olaman. Do'stlar, agarda meni videom haqida bir yomon fikrda yoki yemagan joylar bo'lsa, kommentda yozsanglar, keyingi qismida o'sha joyni to'g'rilaymiz. Agar yemagan joylar bo'lib qolsa-da, versak sindiramiz va o'tan jo'nab qolamiz. Ana. Table apple. Bu qishloqqa juda ham katta rahmat. Ko'p lootlar qildim bu qishloqdan. Endi boshqa joylarga boramiz. Mana shu hayvon juda ham yoqib qoldi menga. Sizlarga ham yoqdimi yo'qmi, kommentariy yozib ketinglar. Bularmi? Meni ko'ringlar. Jonni ko'rsatdi-ku. Menga o'rganmayapti. Menga yuracha chiqdimi? Nimaga men yurozam? Egarim yo'q-ku. Mayli. Ketaramiz. Egarim yo'qda. Egarim bo'lganda lov kerakli paytda lavali ko'l chiqmaydi. Hozir paqirga yasashga temir yo'q. Bir dona temirim bor. Ikkita cho'chqani qutqarish kerak. O'chirsa bo'ladimi olov? Bo'ldi, o'chdi. Bu cho'chqami yo maymunmi bilib bo'lmaydi odam. Basharasini qaranglar, g'alati bashara. Shunaqa ham xuniy cho'chqa bo'ladimi? Bir normalniy pushti cho'chqa yaxshi, ko'mir ko'la olamiz. Bu videoni montaj qilish uchun juda ham ko'p vaqtim ketdi. Montaj emas, ovoz yozish uchun juda ko'p montaj qilganim yo'q. Bilib turibsizlar, video sifatidan. Ovoz yozishga juda ham ko'p vaqtim ketdi. Iltimos, do'stlar, shuni qadrlagan holda like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Baribir bilaman, bo'tgacha hech kim ko'rmaydi. Chunki videoim qiziq emas hech kimga. Yangi youtuberman. Telefonda video olaman, hech kimga qiziq bo'lmasa kerak video. Agar shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, iltimos, brat, like bosing, obuna bo'lib qo'ying.
mayli brat, obuna bo'lish shart emas, bir like bosib qo'ying shu videoga. No. Hali ham uy uchun normalniy spot topmadim. Uy uchun hali ham bu skelet bor ekan. Yo, yaxshi emas, bu skelet bor ekan. Skelet bor ekan bu yerda. Qani? Itvachcha bu yerda ham skelet bor ekan-ku. Nima qilaman endi? Otdimi endi g'azabim qo'zida bor-u. Otmaguncha yaxshi edi. Ma. Qanaqa qilib yotdi? O'qim qalqon qilib turman. Mana, bo'ldi. Non yo'ramiz. Jon to'ldiramiz. Albatta bu hardcore. O'lsa tirilmaydi. Shuning uchun qalqon bilan zo'rg'a olishdim. O'zi skeletdan olishdan qo'rqmayman. Baribir o'ldira olmaydi bitta skelet. Suyagim yo'q. Suyagim yo'qda, bo'lmasa mana shu bo'rini boqib olardim. Juda ham chiroyli ekan. Uy uchun hali ham yaxshi bir spot topa olmadim. Chunki Minecraftda bunaqa spotlar kamdan kam uchraydi. Shuning uchun bir tentirab yuribman. Uchta bloklarim bor meni, o'shandan uyg'urgan bo'lardim. Chotki spot topsam. Bu yo'lda uy uchun normalniy spot yo'qmi deymanda? Bir normalniy spot chiqmayapti. Chiqayotdi bor-u. Qidirish kerak, topish kerak, qurish kerak, yashash kerak. Kerak. Shunda katta Minecraft dunyosida normalniy spot topilmasa. Normalniy spot topilmasa. Nima degan gap bu? Qumli joydan qurbonmidi? Cho'chqacha. Sakrab spot qidiramiz. To'g'risi juda ham ko'p kontent qilmayman, chunki Minecraftga zerikkamni kiraman va kontentlar qilib turaman. Kontentim yemaydi deb o'ylayman, chunki o'zimga raqobatdosh deb biladigan odamlarim kontenti menikidan 3-4 barobar yaxshi chiqadi. Balki bundan ham ko'pdir. Uni ustiga tomog'im amorot. Menga bir yaxshi spot yo'q yoki menga yoqmayapti. Xayolimdagi spotni topdim. Shovel yasaymiz. Hozir shovel craftini eslab olay. Hamma blok olamiz pushti bloklardan, chunki polni pushti blokdan qilmoqchiman. Shovel yasaymiz. Craft esimda shekilli. Oson edi craftda. Qisamiga. Ikkita cho'p, crafting table, ikkita cho'pni qo'yamiz. Va bitta temir. Ana shovel. Shovel bilan tozalab olamiz. Yaxshilab tozalab uy quramiz. Shinamgina uy quramiz. Bu yog'ini tezlashtirib yuboraman. Ha, do'stlar. Sizlarga ham zerikarli bo'lib qoladi, tezlashtirib yuboraman. Va nihoyat uyni bitirib bo'ldim. Qani
Yesakda nimani yasaymiz? Torch yasaymiz va campfire yasab qo'yish kerak. Mana uy yoritamiz. Yorug' uyga baraka kiradi. Qorong'i uydan baraka yemadi. O'zimcha Alisher Navoiy bo'lmoqchi bo'ldim. Mayli. Campfire yasaymiz, ya'ni uyi o'rtasi chiroyli turadi. Qo'yib qo'yamiz. Vosh, interyer chotki bo'ldi. Yana nima yasa bo'ladi? Baryallarni qo'yib qo'yamiz. Boya qishloqdan olgandik. Bittasiga hamma narsamizni solib qo'yamiz. Toolslarimizni solamiz. Hammasini. Deyarli hammasini. Nonni qoldiramiz xolos. Endi toolslarni hammasini solamiz. Nonni qoldiramiz. Bunga aslahalarimizni solamiz. Ikkinchi barelga aslahalarimizni solamiz. Nima qilsak bo'ladi endi? Hozir masalan tashqariga qaraymiz, hech narsa yo'q. Qalqonni yechish kerak. Xullas do'stlar, bu bilan videom yakunlanmadi. Bu birinchi qism. Agar sizga videom ma'qul kelgan bo'lsa, like bosing va obuna bo'lib qo'ying jigar. Rahmat.